Allah'ım o'zingga bedadar, behisob hamd sanomiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga durud salovat bo'lsin. Ilohim qo'llaringiz yengil bo'lsin, martabalaringiz ulug' bo'lsin, tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Hammaga shifo ulashib yuravering. Kam ko'rmang, kamlik ko'rmang. Qalbingizda nima ezgu niyatlaringiz bo'lsa, Allohim o'zi bersin, baxtli bo'ling, bolalaringizga bosh bo'ling. Hammaga shifo ulashib yuravering bolam. Sog' bo'ling, salomat. Rahmat onam. Mendan rozimisiz? Roziman bolam. Yaxshimisiz? O'g'limsiz, sizdan rosa shifo topdim. Ming rahmat, ota-onangizga ham rahmat bolam. Rahmat. Juda ham xursandman, Alloh sizni men bilan uchrashtirganiga bir sabab bilan. Rahmat onam. Ikkita o'g'lim bor edi, uchinchi o'g'lim sizsiz. Amin, amin onam. Mana ham onamsiz. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Ilohim kasal bo'lmang, doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xudo xolasa mana bu safargi ko'rigimizda hech qanday ukollar, hech qanday ortiqcha dorilar yo'q. Hammasi normalga tushgan. Hemoglobinlaringiz ko'tarilgan, allergik holatlariz normada. Xudo xohlasa sizni yana 3 oyga javob beraman. Ko'rikka kelib ketasiz. Xudo xohlasa yangi yildan keyin 5-yanvarda 2026-yilda inshaalloh ko'rishamiz yana. Unda yana yaxshi bo'lsa, sizga yana ortiqcha ukollar yo'q, dorilar yo'q, faqat ko'rikdan o'tib ketasiz. Undan keyin yana 3 oy yoki 6 oyga javob beramiz onajon. Doim endi nazoratimda 1 yilda bir nazoratimni o'tib turasiz. Yashayman. Sog'ayganingiz bilan ona, ko'nglingiz to'q